Assalomu alaykum. Toshkent Sifat taksi shoferlari. Biz juma aksiyamizni barabarni boshlab oldik. Xudo xolisa mana chiroyli podarkalar qo'yganmiz. Bugun bitta, ya'ni juma kuni, ya'ni har juma podarkamizni beramiz, aytdik. Ulangan shoferimizga kimga misol uchun ishlab turgan shoferimiz bo'lsa, mana shu barabarning ichidan chiqsa, ya'ni aktiv bildirib tursanglar bo'ldi. Sovg'a sizniki. Ya'ni shu ichidan misol neaktivniy shofer bo'lsa, unda ishga chiqqanlardan keyin ya'ni podarkalarni olsalar bo'ladi. O'rtoqlar, hozir bitta primoy efirda shu podarkani olib beramiz. Kim ya'ni taksopark qidirayotgan bo'lsa, ya'ni biz tomonidan mana shunaqa aksiya o'ylab topilgan har juma randomniy ishlab turgan shoferimizni podarkasini, ya'ni mana shu shoferlar bor mashina ichida, ya'ni pozivnoy bo'ladi ichida. Buni bitta podarka olinadi. Kimga shunaqa ya'ni podarka kerak bo'lsa, shu podarkani biz beramiz, taqdim etamiz. Aktiv bildirib turinglar. Agar men eshitilayotgan bo'lsa, gapim plus belgisini qoldiringlar. Hammaga salom, qo'shilganlarga. O'rtoqlar, bizda ya'ni hammasi chiroyli bo'ladi, ishonchli. Podarkani primoy efirda berishimiz sababi hech qanaqa aldam-qaldam bo'lmaydi. Ya'ni mana shu yerda mana shoferlarimiz bor. Ulangan shoferlarimizni qog'ozini ro'yxatga qo'yamiz. Shuning ichida turadi. Любой shoferimizni qog'ozi. Ya'ni ulangan shofer, mana shu yerda ishlab turgan shoferning qog'ozchasi bor. Ishlamayotgan shofer ham bo'lishi mumkin, dam olayotgan, ya'ni biz uni telefon qilamiz, ko'ramiz. Haqiqatda misol uchun u aktiv bildirayotgan bo'lsa, podarkaga ega bo'ladi. O'rtoqlar, har juma biz shu ya'ni barabarimizni aylantiramiz, randomniy, любой shofer chiqsa, shu shoferga beramiz. Savolinglar bo'lsa, savolinglarga javob berib tashlayman. Kimma qanaqadir misol uchun taklifi bo'lsa, taklif ham joyidan qilib tashlayman. Shu taklifimiz bormi? Telefon qo'yadigan. Yo'q. Kim misol uchun anaqa qolgan bo'lsa, ishlayotgan данный время shoferimiz bo'lsa, aytinglar. Misol uchun qayerdadir misol uchun qanaqadir masala bo'lsa yoki qanaqadir masalani yechimini qidirish yoki topish yoki shu Yandex bo'lsa, murojaatinglar bo'lsa, biz shu bartaraf qilamiz shu masalalarni. Bizning parkimizda ko'pincha bloklangan shoferlarni biz hal qilishga harakat qiladigan, ya'ni parkimiz. Kimga misol uchun shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ishonchli taksopark kerak bo'lsa, bizamiz. Ya'ni parkimizda foizlar ham standart, bonuslarimiz ham baland va qulayliklar juda ko'p. Chunki bizning parkimizda pol 24/7 operatorlarimiz har doim javob beradi va kerakli payt любой masalani hal qiladi. O'rtoqlar, ya'ni aktiv bildirib turinglar. Ya'ni mana shu primoy efirda biz ko'pincha primoy efirda tarqatyapmiz bonuslarimizni. O'rtoqlar, savolinglar bo'lsa, savol berib tashlanglar. Любой savolga imkon qadar harakat qilamiz javob berishga. Shu Yandex masalasi bo'yicha kimga misol uchun Yandex taksida qanaqadir tushunarsiz vaziyatlar bo'lsa, shu tushunarsiz vaziyatda ham tushuntirib beramiz. O'rtoqlar, bu baraban qanaqa qilib o'ynaydi? Bu barabanni ya'ni biz aktivniy shoferimizni shu yerda topamiz. Misol uchun bu по умолчанию arxivniy shofer bo'lsa, unda u arxivniy shoferga biz ya'ni qanaqa переиграть qilamiz. U ishga chiqquncha, agar ishga chiqqandan keyin уже дальше bu shofer, ya'ni дальше bu shofer, ya'ni пересмотреть qilamiz. Misol uchun deylik, Ruslan degan shofer tortdi nomeri bilan, u shofer ko'ryapmiz. U shofer masalan bizning parkimizdan chiqib ketgan shofer bo'lsa, masalan, biz u qog'ozchani obratni solib qo'yamiz. Sababi u shofer ya'ni ishlamayapti. Agar bizga qaytib kelsa, masalan, обязательно biz unga bonus beramiz alohida. Shu yutug'iga sababi yana qanaqadir prezentabelniy bonus bo'ladi. Biz keyin dalsha o'ynab boramiz. Ishlab turgan shoferni podarkasini chiqaramiz. Misol uchun
bir marta ishlab zakazga chiqib bersa bo'ldi, уже shu podarkaga ega bo'ladi odam. Agar ishlamayotgan bo'lsa, endi bir marta kirib, misol uchun sakrab olgan shoferlar ham bizdan bo'lib turadigan vaziyat. Endi shunaqa shoferlarimiz bor. Taksi parkini ko'paytirib oladi, balansiga pul tashlab oladi, misol uchun. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lib turadi bizda. Shuning uchun manfaat, ya'ni ishlash hamma bilan qancha ko'p shoferimiz bo'lsa, shuncha qimmatbaho podarkalar qo'ya olamiz. Shoh, shuni ushlab turing. Mana shundoq. Baravanga qaratib. O'yinimizni boshlab boramiz, xudo xolasa. Bugun mana podarkalar o'ynaymiz, xudo xolasa. Interfeysimizga kirib olamiz, ya'ni bu interfeysimiz nima? Ya'ni ishlab turgan shoferlarimizning interfeysi bu yerda, ya'ni qaysi shoferimiz ishlab turgan bo'lsa, ya'ni aktiv emas holatini bilib olamiz shu interfeys orqali. Prямой efirda sразу ko'rsatib beramiz. Nechta shoferimiz interfeysda, ya'ni anaqa qilib turibdi. Hozir tak anaqa qilamiz. Tak. Hop, shofer aniqlangandan keyin interfeysga kirib, ya'ni nima qilamiz? Qarashtirib shtativimiz tepada ekan. Mayli, shtativga quramiz masalan. Hop, boshlaymizmi? O'zi boshlasa agar aktiv bildirib tursanglar bo'ladi. Xudo xolasa, kim anaqa qilsa ishda bo'lsa kerak hamma. Mana shu prямой efirimizda, ya'ni istoriyaga ham joylatib, aktualniga ham zakripet qilib qo'yamiz. Yog'iga keyin xudo xolasa yana ham ko'rib ursanglar bo'ladi natijalarni dальнейшем. Xo'p, shoh yaqinroq keling. Xudo xolasa aylantirib yuboramiz bir marta yana. Hop. Qo'lim buzmasdan olaman, xudo xolasa. Hop, kim ekan bu? Tak, Abdusamadov Bahodir aka 608 1707. Hop, Bahodir aka. Agar ishlayotgan bo'lsangiz, xudo xolasa bo'ldi. Siz yutdingiz. Agar arxivda turib, misol uchun ishlamay turgan bo'lsangiz, endi xafa bo'lmang, keyingi safar omadingiz bo'ladi. Tak. Bahodir aka. 8 17 07. Bahodir aka. Zanit bo'lib turibdilar. Samarqand Bahodir 11-noyabrda. Hop, Bahodir aka. Oxirgi zakazlarni ko'ramiz, qachonligini. Okamni 16-yanvar 10-chi gap yo'q. Okam ishlab yurgan ekanlarmi, yo ishlab yurmagan ekanlarmi? Bitta kimlik bonus okamlar показатели shundoq. Birinchi yo'q. Nima deydi? Ishlayaptilar, shoh bo'ldi, menimcha. 8-dan mana 16-gacha oladigan bo'lsak, okam zakazlar bajarayotgan ekanlar. Bugun ham o'tgan kuni ham aktivniy holatda ekanlar. Abdusamadov Bahodir aka, sizni aloqaga chiqishingizni kutamiz. Biz ham aloqaga chiqib qo'yaveramiz, joyida. Shunday hozir qo'ymaymiz. Joyida telefon qilamiz. Bu prямой efir biz обязательно aktualniga joylashtiramiz, xudo xolasa. O'tdan ham natijalarni bilsangiz bo'ladi. Yana eslatib o'taman, har juma kechki payt mana shunaqa vaqt, спокойный vaqtda biz, ya'ni mana shunaqa barabar o'ynaymiz, randomniy shoferlar. Randomniy o'ynaymiz va shu randomniy olamiz. Mana shu okamni hozir joylashtirib qo'yamiz. Labrat keyingi safar ham balki yutib qolishlari ham mumkin. Двойной bo'lib. Okam.
ishonmasanglar, bir xil oddiy deb o'ylamasanglar, yana bitta ochib ko'rsatib beraman. Mana, misol uchun kim bo'pti? Mana g'azal, kim yana? Bu yerda har xil shoperlarimiz bor. Endi aytaman-ku, razmetr odamlar juda ko'p. Har o'sha kelganda shu anaqani topib qo'yamiz va shu bemalol ishlarim ko'p. Hozir telefon qilamiz, manimcha kimdir bilan gaplashyaptilar. Yana bitta qilamiz, bo'lmasa o'zlari aloqaga chiqarlar, xudo xolisa. Bahodir aka. Bezda qilmaymiz, balki kimdir bilan gaplashyaptilar. Bahodir akam yana istoriyaga ham, ya'ni aktualniga ham qo'yib qo'yamiz. Bahodir akam tabriklaymiz. Bahodir akam mana shunaqa mafon yutdilar. Bizani taksoparkimizda ishlab tursalar, xolislar o'rnatilsalar, xolislar любой joyda sotib olsalar ham, pulini olsalar ham bo'ladi. Bahodir aka, tabriklaymiz. Kimga shunaqa sifatli taksopark kerak bo'lsa, murojaat qilasiz, o'zlari qilyaptilar. Assalomu alaykum. Bahodir aka, yaxshimisiz, charchamasiz? Men bor uzr, bezda qildik. Taksoparkingizdan bezda qilyapmiz, Toshkent Sifat taksi. Anaqa biz juma kuni xabaringiz bo'lsa, aksiyamiz bo'ladi, har doim bonus tarqatamiz. O'sha bonusga ega bo'ldingiz. Har juma aksiyasiga ofisimizga kelib ketsangiz, hadyamizni olib ketsangiz bo'ladi. Любой qulay payt, agar yo'q noqulay desangiz, xohlasangiz biz yuboramiz aytgan joyingizga, olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shunaqa aka, kelib ketsangiz ham bo'ladi. Ishlab turibsiz, garakansiz. Men lokatsiya tashlab beraman Telegramdan yoki Instagramimizga kirsangiz ham. Archa ko'cha, Massif aloqa oldi, Gulzor chorrahasida joylashganmiz. Bahodir aka, salomat bo'ling, rahmat. Ishlab berganingiz. 24:7 ishlaymiz aka, kelib ketsangiz bo'ladi. Dastavka qilsangiz qanchaga keladi? Dastavkasiz hozir yuboramiz, qayerda turasiz? Kelasiz Toshkent tumanida. Kelasiz Toshkent tumanida. Bo'ldi, aka, tez boradi. Endi sizni hamkasbingizdan yuboramiz-da. Ha. Yo, farqi yo'q, agar ertaga desangiz, yo'limiz tushsa tarqatib berib yuboramiz. Yo'q desangiz, kelib ketsangiz ham bo'ladi. Yaxshi sovg'a aka, kelsangiz ko'rib olasiz. Yaxshi, yomon sovg'a emas. Mashinaga bog'liq sovg'a. Yo'q, aka, undan ancha qimmat narsa. Unaqa asvejitel. Javob asvejitel qo'ymaymiz-da, stoyishki narsa qo'yamiz lekin. Uni operatorlarimizga aytsangiz, hal qilib beradi muammoni aka. Tez yechimini hal qiladi. Yarim soatlarda o'tib qolaman. Hozir bo'ldi, xo'p bo'ladi. Bahodir aka, salomat bo'ling. Keling aka, keling. Ya bo'ldi aka. Xo'p bo'ladi. Xo'p, rahmat, salomat. Xo'p, salomat bo'ling aka. Mana shunaqa aka, tarqatib qo'yamiz aka, ulanib qo'yinglar. Xudo xolasa, dalnishim yana ham ko'p sovg'alar qo'yamiz. Sovg'ani qo'yib, mana shunaqa YouTube'ga ega bo'laveringlar. O'zi hozir mayda sovg'alar qo'yyapmiz, dalnishim telefon, notebook, 10 milliongacha shtraflarni to'lab beramiz kerak bo'lsa. Tonirovka ruxsatnoma, shumka, aka biz oldingi anaqada mashina ham qo'yamiz. Qancha ko'paysa, shuncha qimmatbaho sovg'amiz bo'ladi, dalnishim. Bu sizga bog'liq, siz ishlab tursangiz bo'ldi bizada. Уже в дальнейшем katta qimmatbaho sovg'alarni qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha keyingi jumagacha.